Bismillahirrahmanirrahim. Namazda ettehiyyatuda o'ltirgan vaqtda ettehiyyatını o'qib bo'lgandan keyin, duruddan keyin Uyg'urcha duo qilsaq bo'lamdු. Tashahhudda o'ltirgan vaqtida salomdan burun duo qilish ta'kidlangan sunnat, ya'ni kuchlik sunnat. Shunga salom berishdan ilgari duo qilamiz. Bu ijobat bo'lishga eng yaqin duolarningki birisi. Qanday duo qilamiz deganda, bu yerda payg'ambarimizdan ma'sur, ya'ni payg'ambarimizdan naql qilingan duolarni o'qiymiz. Masalan, Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar deganga o'xshagan. Ammo payg'ambarimizning kamigan duolarni qilsak bo'lamdi deganda, agar payg'ambarimizning kamigan duolar odamlarning gapiga o'xshab qolmasa va odamlardanmi tilagili bo'ldigan tilaklar bo'lmasa bo'ladi. Masalan, ey Alloh, menga xotirjamlik ato qilgin, qalbimga huzur ato qilgin deb faqat Allohdan so'raladigan duolarni qilsak bo'ladi. Uyg'urcha arabcha qilish masalasida arabcha qila oladigan odam arabcha qilsa yaxshi. Arabcha qilolmaydigan odam uyg'urcha qilsa-mi bo'ladi. Bu uyg'urchani ma'sur duoning uyg'urchasini qilsa bo'ladi yoki kishilarning gapiga o'xshab qolmaydigan, kishilardan so'g'il bo'lmaydigan tilaklarningki uyg'urchasini so'simichi bo'ladi.